Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. 7 ot kuchli motoblokni hali ham qaysi birini olishni bilmayotgan akalarimiz uchun narx jihatdan ham, sifat jihatdan ham akalar to'laqonli Yevropa standartlariga javob bera oladigan 2026-yilga akalar ahamiyat berasizlar. Fevral oyining oxirida chiqqan original motoblogimiz akalar sizlar uchun optim narxlarda sotuvga chiqdi. Motor qismlari 175 litrlik katta bosh bilan jihozlangan. Korobkalarga esa alohida e'tibor berasizlar akalar. 600 talik korobka, 13 talik vijinnoy. Ming yerda bor gazini berib ishlatganlaringda ham, nagruzka berganlaringda ham tatalab qolmaydi, vijinnoylari yemirilmaydi, qattiq materialdan ishlangan akalar. Korobka qismlari kattaligiga akalar naq 2 litr akalar to'liq tat ketadi. 1.7 emas, naq to'liq 2 litr tat ketadi. Korobkalari ustunlik qilingan katta korobka bilan jihozlangan. Motoblogimizda komplektda 4 qatordan 8 qator frezalar akalar. Agatlarni birgalikda chiqarib, qolgan agregatlari akalar sizlar uchun motoblog olgan klientlarimiz uchun optim narxlarda hisoblanib beriladi akalar. O'zbekiston bo'ylab bu motoblogimizga tasarrufni bemalol dastavka qilib beramiz. Dastavka xizmatlarimiz kelishilgan holda bo'ladi akalar. Telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Malno shahar Kaminat bozorida. Biz sizlarga qolamiz.